Sardoba tumanida tez tibbiy yordamda haydovchi bo'lib ishlayman. Mana bugun men uchun juda quvonchli kun bo'ldi. Taqdirlandim, do'stlik ordeni bilan avvalambor prezidentimizga rahmat aytaman. Shu paytgacha bironta haydovchi hali mukofot olmagan ekan. Mana bizlarga shuni e'tibor qilgani uchun prezidentimizga rahmat. Mana shunday yangi texnikalar berdi bizga. 12 yildan beri shu sohada ishlayman. Hali bunaqasi bo'lmagandi. Mana avvallari bizlarga uncha e'tibor berilmasdi. Texnikalar juda eski texnikalar bo'lardi. Yonilg'i masalasi juda qiyin bo'lardi. To'xtab qolib ketardik. Mana hozir endi rivojlanib hamma tomondan to'kis bo'ldi. Yonilg'i tomondan muammo yo'q. Texnikalarimiz yangi texnikalar, zamonaviy texnika, hamma tomon jihozlangan, hech qanday muammo yo'q. Shundan biz xursandmiz. Selektorda prezidentimiz meditsina xodimlarini 15 yildan ko'p ishlaganlarga imtiyozlar chiqardi. Masalan, student bo'lsa, ularga oilasi student bo'lsa, ularga imtiyoz berdi. Bu orden olishim menga kelajakda yana ham yaxshi ishlashga, yangi umidlarimni amalga oshirishga, shogirdlarimga hamisha o'rnak bo'lishga dalda bo'ldi-da. Mana shunday imkoniyat yaratgan prezidentimizga rahmatlar aytamiz.